Qo'limda qolib ketdi senga olgan atirgul. Bugun men uchun boshqacha kun bo'ladi. Nima bo'lsa ham roziligini olaman. Yalang oyoq yoshlik. Islasam jim, ko'zlarimga surtgin. Mo'min aka, tinchlikmi? Nima bo'ldi sizga? Mamda bora qol, ertaga kelaman ko'rganim. Yo'q, to'xta, ketmay turgan, orqamga o'tganda. Orqangizga? To'g'ri ma'noda orqamga o'tgan surprizim bor. Orqangizda surpriz? O'tga, iltimos sendan hozir. Muncha chiroyli. Tavba qildim. Keyin kelaman a? Yoqqan bo'lsa xursandman. Endi uzr, bunaqa vaziyatda beraman deb o'ylamovdimman. Yo'q, hech qisi yo'q menga. Ye, bemor. Men sizga necha marta aytdim, gips qotguncha qimirlamang deb. Uzr, doktor. Sen? Siz Kim? Bilasanmi, men seni qancha qidirganimni? o'zingiz chiqib ketdingiz-ku hayotimdan. Sen o'zing yo'q bo'lib ketdingmi? Qachon kirgandi bu hayotingga? Kim bu? Yigitim. Kuning shunaqalarga qolib ketdimi? Kulim nima qilibdi? Nima qilibdi kulimga, mujik? Orqamdan gapirmasdan oldiga o't gaplashamiz. Yo'q, yurgin, men seni tushuntirib beraman. Qatga va mujik. Mamam Mujik deb men chaqirdingizmi? Buni tashxisini men ko'rganman. Buning odam bo'lmaydi. Yo'q. Bir umr shunaqa o'tib ketadi. Aka, men sizga zo'r narsalar olib keldim. nima bu? Sifat shirinligi, mazaqay yermakkada jotib, ya'ni o't to'qa yeyib o'tirasiz. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Qo'y bularni. O'zing yo'qol. Maraz. Mo'min aka, sizga gap aytmoqchi edim. Biz siz bilan birga bo'la olmas ekanmiz. Mana o'zingiz baxtli bo'ling. Yo'q, to'xta. To'xta, iltimos. Hali uxlamasan. Hali pushaymonsan. Aka, bitta zo'r qiz topib kelaymi? Mashina qarab. Ha? Sizni yangi boshliq chaqiryapti. Nimaga? Tez kiring oldilariga. Tinchlikmi? Nima qildim? Mumkinmi? Mo'min aka? Hali o'zgaraman deganmidim. O'ldirib qo'yasanlar hozir. Senga aytyapman. Yashayapti. O'zingga kelib qoldingmi? Qani surbet. Iltimos, menga ham o'rgating. Qachongacha boshqalardan kalta yeb yuraman? Boshimni qotirma. Ket bu yerdan. Ustoz. Çek. Asra. Tun. Basın. Men bir narsani tushunmadim. Yosh bolani tagligini alishtirishimni, urishimga nima aloqasi bor? Tezligingni oshmasan. Bolam. Men shaxsan o'zim ham mana shu lalaku bilan tezligimni oshirganman. Xullas kalam, shunaqa paytda yechasan, atasan, kiydirasan, yana maza qilib yotaveradi. Allergiya ham bo'lmaydi. Zamonaviy texnologiyada ishlangan lalaku havo ham o'tkazib turadi.
urushga qachon tayyor bo'laman men? Mana endi urushga o'rgating, 3 oydan beri qiynayapsiz. Shpagat hozirasizmi, vajmani qildirasizmi, odam qiynalib ketdi. Urushing mana urushga o'rgating. Urushmoqchimisan? Hujumga otasan. Stoygaga tur. Qani hujum ot. Sen tayyorsan. Tayyormanmi? Sen bo'ladi. X gon' give it to you. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the doors. Bitta kellari. Ustozingni tepasan. O'ringlar bolalar. Jonim ketib ketdi, har doim siz o'tirishsiz. Nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Qoch, so'yamiz seni, So'yapsiz. so'yamiz seni. O'zi bitta shu xo'roz bor, suvay bo'lib yotibdi. To'xta, mana bizda go'sht bor. Yuriyapman. Yo'q, Ana kimdir qarzni so'rab keldi. yig'lama, patini yurib tur, patini yurib tur. Nima? Chaqaloq? Chaqaloqlar? Uzr, adashibsizlar. Sharoitim yo'qligi uchun bolalarimni sizga qoldiryapman. Iltimos, bolalarimni ehtiyot qiling. Menda sharoit bor ekanmi? Ha, bitta bolamni zo'rg'a boqyapman. Uzr lekin. Odamlarga ham hayronsan. Ada, qornim ochdi. To'g'ri yeganmisan bolam? Hozir yeymiz. Yo'l batini. Bermayman. O'zi tuxum qo'ymayapti. Nima? Uni ham man qilishim kerakmi? Voy, men nima dedim hozir? Pulmi? Ay qara, bu nima yetadi bu pul? Ha? Bularning na yeyishiga, na ichishiga, na kiyim-kechigiga nimasiga yetadi bu? Pulingni olaman. Rozi bo'l. Lekin bolalaringni olib ket. Mana u $5. Bitta dollaringni kursi 300 ming so'mdan, xo'pmi? Endi so'yinglar. Yo'q, xafa bo'lyapti. Ada, puligim kelyapti. Pulingman deysanmi? Ja oshirorma bolam. Kecha tangani yutib yubordim. Hozir ushla. Necha marta tushuntirishingni? Sen iflos eshitib turibsan. Sen mana shu atrofda turibsan. Sen mana sharoitingni qara, zo'rligini. Ha, bo'q o'zing nimaga tashlab ketyapsan bolalaringni? Men bitta zo'rg'a iplayman. Qara, nimalarni ishlatishni bilasan sen. Men lalakuni qara. Men lalakuni qara, bilasan. Qanaqa bu yaxshi-da, ha? Men bolam ko'tiga yara toshib yotibdi. Allergiya berib yotibdi bolamni ko'tiga. Sen bilasan bolalaring nima ishlatishni. Ha, mana kakras mana o'zing boqqinni, men birri va chaqaloqlaring ishlatadi. Kakras allergiya bermaydi. Xomashyolar naryodan keladi. Biroq ular reklama ham qildiradi. Qop ket, men boqmayman bolalaringni. Tur, yo'q. Men ushlab tur. Ha, iplos. Bo'ldi, aka qo'shningizga berib yuboraman. Sen ayol kishini ovozida qandoq yozib? Bo'ldi, aka. Bo'ldi. Quyoncha. Hov. Qaziysiz? Qazini men ko'tara olmayman. Qara, oying keldi menimcha. O'zi yaqinda to'yimiz bo'ldi-yu. Qaynanalarga farqi yo'q, kelaveradi. Oyi, o'zi yarim kechasi nima keldingiz? Nima ishing bor? Kelaman-da. Kuyovimga sovg'a olib keldim. Sovg'a? PlayStation 5. PlayStation. Men qaysi duolarimda buni qaynana so'raganmi? Rahmat oyijon, og'ir bo'lsa qaynana qarayotmazmi? Rahmat. Bo'pti, men boray. Bo'pti. Mayli oyijon, yaxshi bo'ling. Sen o'ynashmaysanmi? Yo'q. Kim bilan o'ynayman? Dostoyni o'ynadingiz lekin kuyov, ha. Sochimni oldingiz. Qizim. Ha, oyi. Kuyov, yutdingiz. Endi so'king. So'king. Ahmoq. Ayo, mani qo'shib so'king. So'king. Qayerda yuribsiz? Bolalar bilan bilyardda ekanmi? Yolg'on gapirmang, soat 2da bilyard bor ekanmi? Yuradi-da. Erkak bo'lgandan keyin yuradi. Adang ham yurganlar, dodang ham yurganlar. Bu ham yuradi. Oyi, siz mandarabmisiz yoki kuyovingizmi? Ovozini xuliyligini qarang, qanaqa yashayapsiz bu bilan, ha? Bunaqa qaynona bitta menda bor-ku. Yuring, hozir almashtirasizlar. Yarim kechasi nima kerak? Bor. Kuyovimga ko'p gapirma, o'zim alishtiraman.
ham o'zim qilardim mehr hayot og'a. Kuyov o'zi sal noto'g'ri lampochka qo'yib qo'yibsizlar-da. Qizim qaramaganda qo'li qiyshiq. Qanaqa lampochka qo'yinglar oyijon? Mana bu dusen lampochkalardan ishlatinglar. Kam xarajat, ekonomishniy, uni ustiga ko'zingizga hech qanday zarar yetkazmaydi. Yana kamiga 30,000 soat xizmat ko'rsatadi. Onajonim, biza bilan yashang, xohlasangiz meni joyimda yoting. Jinniramsiz? Tatarda. Yaxshimisiz? Rahmat, Xush kelibsiz. Bular sizni yaxshi kutib oldimi? Rahmat, kuyovim juda ham yaxshilar. Shu bitta notamoni bor ekanda. Yo'q, nima qildi bu? Kuyov, shuncha paytgacha adingizni boshlarini ikkita qilib qo'ymabsizlar-da. Mutafa. Kimda bor ekan bunaqa xudo? Voydali, shunaqa hammasi meni kelinimmi? Oyijon, adajon, men ozmoqchiman. Yo'q, rosa. Nima do'stsan? Hech qanaqa ozmaysan. Men shundoqligincha sevaman seni. Hoy. Ozingni yirtaman bola. Umrim. Dado's. Ozod kelsanmi yo kelinmi? Xafa bo'ladi ham demaysiz-a? 3 oyda 300 grammga oziladi. Voy, kelinim ozganini ko'rolmay o'tib ketaman shekilli. 100 gram. Onasi olib do'stam qani, kelin. Voy. Adajon, uzr. Voy, qayerda tanishgansan o'zi? Andijonda edi. Bir ko'rishda sevgiga Hech qachon ishonmayman, hech qachon. eslasam qayta sevib qovuraman-da. Anami, sevib qolaman deydi. Yana bir sen kabi do'mbon borligiga Xolos. Nima edi? Toshingni ter, urot. Mashqilg'i ortiqcha bo'lganda edi. Uni ko'p narsasi ortiqcha lekin. Baribir sevdirdim-da. Keyin parkka aylangani bordi. Park ma'muriyati haqqa qaradi. Odamlarning xavfsizligini o'ylamasdan. Keyin marojniy yegani bordi. O'zi ham katta idishda yegan bo'lsa kerak, Siz qachon bildingiz? Bilmasam qachon bildim, topchi qachon bildim. Undan keyin adasini ishxonasiga bordik. Ana endi qiziq joyga keldik. Qo'sh. Adasi O'zbekistonda 27 yildan beri frigomatik frezerlar bilan shug'ullanib kelar ekan. Ma'lumot o'rnida ada frigomatik frezerlari Italiya texnologiyalari asosida ishlab chiqariladi. Frigomatik frezerlarning 25 xildan oshiq modellarini va ularga kerakli bo'ladigan ehtiyoj qismlarini sotib tirikchilik qiladi. Keyin ada Xudoy sizga atab bitta mashina olib qo'ydi. Yo'q. Bo'ldi, charchab ketdim. Menga emas ekan ozish. Nima do'stsan? Raz boshladingmi? Og'riqjon yetqaz. Og'ziga Og'zingni yetaman hozir. Zalatoy qudamni qiziga unaqa gapirma. Keli, sizni boringizcha yaxshi ko'ramiz. Nima olib keling? 50 ta solsa yetsin. O'chiray muzikani. Hurmatli ayblanuvchi, so'z sizda. Marhamat, gapiring. Qani, men bolg'am qani? Nima olib kelmading? meni o'rnimga advokatim gapiradi. Mana o'zim hal qilaman. Tartibli o'yinda bilan bilan bu bola o'sha voqea yaralash qo'yib, bir soat botdan bilan ishlatib qo'yishni. Antena chiqmayapti. O'rtoq sudya, bironta gapiga ishonmang. Hamma gapi yolg'on. Yo'q, ishonishmaydi, tushunmayapman. Bular o'g'irlik qilishdan oldindan plan qilgan. Nima qaradi? O'sha 12 yoshlarni o'rtoqlaring bilan. O'zingga hikmatmi? So'kinyapti. O'rtoq sudya so'kiyapti bu ana bu. O'rtoqliga so'kganim yo'qmi? Mana dalillarim. Atak hamma narsada adashgan bo'lsam ham advokatda adashmayman. O'rtoqlarim sudya, mana dalillarim, mana qo'limda. Bo'lib mumkin. Yozig'i ham shunaqa-ku buni. Mana. Yo'q, qorim to'g'ri, rahmat. Sud hukm qiladi. Ayblanuvchi 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Oh, mana. Mana kerak.
Oka qamab tashlayapti-yu. Bilmadim uka men shuncha harakat qildim. Xalq tushmagan ishni yetishmadimi? Ey, qornim to'q deyapman-ku. Nohnoq qilib beraman. Ada. Sizga kelin topdim. Emalladingiz, ota o'g'il, o'zim o'ylantirib qo'yaman. Hey, kelin qayerda? Andijonda. Andijonda? Jon aka to'xtatdi, aka. Mana senga Andijon, mana. Ey, qizni manzili qayerda? Uni bilmayman-da. Andijonni kichkina deb o'yladingmi? Mana bu to'ymayman mana. Andijon katta bo'lsa, otangni ovora qilib yuraversanmi? Yuragim to'kilib ketdi-da, uni ko'rganim. Senga gapirma, gap qaytarma, tushundingmi? Akaxon bir minut. Toshkentdan keldinglarmi deyman? Qayerda bildingiz? Aka mana qo'lda dvijeniya umuman to'xtamayapti-da. Akaxon, men bizni o'g'il yaxshi ko'rib qopti. Aka bo'ldi, men siz tushundim. Tilingiz simlar chachiveryapti. Qani bolam, bitta qizni yaxshi ko'rib qo'ygan. Tupoy, qizni manzilini so'ramagan. Qiz Andijonlik. Ey, uka, moya mahalliy torsa Andijon qara chevara olmaysan, ism-pisini bilasanmi? Zuhra. Ha, ismi Zuhra. Ha, bo'ldi, Zuhram edi. Shuni birinchi marada o'ngga bitta burilamiz. Baxtlisan uka, men bilaman manzilini. Kelish. Sovchilikka keluvdik. Sovchilikka? Kimga? Sizda haligi Zuhra degan chiroyli Zuhra? Zuhra. Sevib qopti, xullas. Zuhra? Ha, dadasi. Sen kelishib taniysan? Qa'dan taniymanmi? O'sha pingmenda endi birinchi marta ko'rishim. Yo. Bu emas, bu Zuhra emas. Hech mo'los yurganmisan? Yo, aka qarang, asabiylashmang. Adam shunaqa kasalliklari bor. Jinni. Xonadonlarga kirib Zuhrani so'rab yuradi. Ada. Xullas, yetti guli. Men Adaman. Agar mabodo menga adashib uylanib qoladigan bo'lsangiz, counter, PlayStation, kompyuter unaqa narsa umuman bo'lmaydi. Yo, endi men Gapni bo'lmang, gapni bo'lganingiz qolyapti. 5 ta oling kuyov bola. 5 ta oling. Xullas, sevga keng bo'laveradi. Pul topishga yo'llaring. To'lka pul toping. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Ada. Bu emas, Men bu guliz. Hozir gulizichi. Bo'ldi, tushundim. Bu emas ekan-u. Ha, bilaman bu masligini. Tog'amni qizi 3 yildan beri erga bera olmayapsiz. Qaraytiri dudan. Voy, tog'ingizni qizini boshimizga uramizmi? Bizga Zuhra qotib top bering. Harakat bola ekanda bu. Birinchi qor yoqqanda nima qilmoqchisan? Senchi nima qilmoqchisan? Daryo bo'yida bittasi bilan uchrashmoqchiman. Yoshlarni qarang. Bolalarni qarang. Kapalik qilishmoqda. Kapalik ham, arvoh kapalik ekan-da. Oka, nima qilganingiz bu? Birovlar onaga zor, siz onangizni qo'rqitasizmi? Nima deyapsan? Bu meni ayolim bo'ladi, og'zingga qarab gapir. Yo'q, avoy, kene uzr ming bor. Men sal adashib ketdim. O'ling noli, birovni xasmi bo'ladi bu. Bir yo'li xasib duvarursa ham bo'lardi. Hayot, yuring, biz ham tepaga chiqamiz. Tepadan qo'rqmaysanmi, Shirino? Qo'rqmayman, Hayot. Tepadan nimaga qo'rqadi? Bir oyog'i yerda bo'lsa, ikkisi tepada bo'lib turibdi o'zi. Keltiring, nima ko'ramiz bularni? Voy, nimasini ko'ramayman buni. Hayot, ular ham 150 yil yashargan. Muhabbatimizdan ham umri 150 yil bo'lsin-a. Papugayni bilmadim-ku, lekin kelini aniq 150 yil yashaydi. Yili papugaymikini? Hayot, biz ham mana shunaqangi shirin farzandimiz bo'ladi. Birdaniga qiz o'g'il. Dadasi, nevaramiz kelinga o'xshasa kerak. Ko'rinishi o'xshasa mayli, hayoti o'xshamasin. Bolamizga yaxshi niyat qilib lalakudan olib qo'ydi. Bir razmer chiqqan hozir. Mazza, allergiya bermaydi bolamizga. Mahsuloti chet eldan keltiriladi. Lalaku yaxshi, yoshligimdan beri bilaman.
Oho, lalaku dinozavr paytdan beri bor ekan. Adajon, nima ustimdan kulasiz? Между прочим, yoshlaringiz men qilgan ishni qilolmaydi. Hop. Voy dali. Voy, yordi kelin lekin. Sizlar faqat saltoni ko'rdinglar. Beling yaxshimi hayotim? Yur, qani. Hech adam uchun sovchilikka boraman deb o'ylamadim. Ilohi omin. Ilohim. Xush kelibsizlar. Aytmoqchi, kuyov qani? Endi uyat bo'lsam aytaman, kuyov mana adamlar. Endi bizda bir qarg'a bor. Sizlarda qishda gullagan daraxt bor ekan. O'sha daraxtga shu qarg'ani qo'ndirsak deb keluvdik mana. Bu kuyov biror joyda ishlaydilarmi yo darmayetmi? Yo'q, pensiya olaman. Odamning zavodda ishlaganman. Pensiyasi bemalol bitta oilani tebratgani yetib ortadi. Qizimizni qog'ozga o'ralgan qattiq qilib asraganmiz. Ha, mana shu rahmatli Rashidga bermadik-da. Mana u rahmatli qahhor bor-ku, o'shanga ham bermadik. Yo'q, bermadik. Endi urf odat deganda, ana kelinning qo'lidan choy ichish kerak ekanmi? Xush kelibsizlar. Ataylab ko'k choy damladim davlinish uchun. Bu kelinimiz hayajonlanishini qarang, qaltiryapti. Hayajon emas, bu nervdan. Mana menda ham bo'lib turadi. Endi dadamning qaynotasi, xullas nima desam ekan. Endi mahrga gelikmasdir, nima beraylik? Davleni o'lchaydigan bor-ku. O'sha bilan shu dori darmonini o'z vaqtida berib tursalar, bo'ldi. Yo'q, beriladi. Unda biz to'yga rozimiz endi. Endi kuyov meni sinovimdan o'tish kerak-da. Sinov? Qani kuyov bola, o'tinni bir yoringchi. O'tinga kulyapsanmi? Uzrada. O'tini yorib yuboraman hozir. Xato qildingiz-ku. Muhimi shu yoshda bo'lsa ham qotillar-ku. Siz qochmoqsiz. Endi qochmaymi? Qochormisiz hamda varikozingiz bo'lgandan keyin. Rasm laqabim nima? Testosteron. Ertaga yo'q to'y. Hozir kelaman, hozir. Ana qilib turing, jonim. Nima deysan menga? Kelin ko'nglini olish uchun asalga sifat shirinligidan bunday qizib og'ziga solib qo'yasiz. Unga yoqadi. Menga aql o'rgatmagin. Yaxshi, botirib yeyman. Sifat yaxshi. Bo'l, yoshlarni tinch qo'y. Yevani, zirayni ochkayim qani? Berbe kerak.